Bundan keyin ham sizlarni shu ko'rib quvonib yuraylik. Mana shu ko'zlarimiz bilan borliklaringizni eshitib quvonib yuraylik. To'ylar qilinglar, to'ylarga borib quvonib yuraylik. Doimo xonadonlaringizda yaxshi kunlar bo'lsin. Omadli bo'lsin. Allohning har xil kunlarni yetsin, yo'llaringizni ochsin, omadlaringizni keng qilsin. Shu hozir G'ayratjon o'sha bizda endi shuncha yoshga Alloh yetkazdi, shukr. Avvalambor Allohga shukr. Bitta nima Qur'on tilovatidan ketsak-da, suralardan o'qisak-da, duo qilsak, bizni oramizdan endi o'tgan sinfdoshlarimiz borlar, hammalaringiz bilasizlar. Endi bu dunyo omonat dunyoda. Hammamizda ham boradigan joyimiz bor. Uni bo'ynimizga olishimiz kerak. Shu bilan endi yashaymiz. Boshqa uni muhokama qilinadigan narsa emas. Alloh hamma narsa bizni o'zimizda hech narsamiz yo'q, bilasizmi? Bizni mana qo'limizdagi nonimiz ham Xudo bergan. Umuman hamma narsa, uyimizni ham, mashinamizni ham, molimizni ham, axir jonimizni Alloh bergandan keyin boshqa hammasi shuniki bo'ladi-da. Shuning uchun bitta Qur'on tilovat qilsangiz-da, keyin davom ettirsangiz. Billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladzi خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أولئك البشر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب oshirona qilgan ibodatlarimizni ilohi dargohiga qabul maqbul eyle. O'qilgan Qur'onlarimizni ilohi dargohiga qabul maqbul eyle. Kamchiliklari, nuqsonlarini Allohim o'zing kechirgin. Oxiratimizni obod aylagin, bolalarimizni jannatdan qilgin. Ushbu o'qilgan oyat kalamlaringdan hosil bo'lgan ajr savoblarni avvalambor seni rizoligingga, xususan payg'ambarimiz Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallamning ruh qo'llariga, ularning ahli baytlari, sahoba ikromlari, ahli oilalar ruhonlarga, jamiki o'tgan aziz avliyoy, anbiyo, pir ustozlarimizni, chahoriyor, tobiin va tabi'in ruhonlarga, dinimiz yo'lida xizmat qilib, dinimizni bizgacha yetkazib o'tgan olim ulamolarimizni ruhonlarga. Allohim mana shu sinfdoshlarimiz ichida Alisherjon, Ne'matjon, Sadriddin, Nozim, O'ttirjonlarni ruhonlarga boshladi. Qur'oni she'rida omin deb duoga qo'l ochib o'tirgan barcha sinfdoshlarimizni, erkak ayol barchalarni, o'tgan yaqinlarini, ota-ona jamoatlaridan, erkaklarimizni ayol jamoatlaridan o'tgan, ayollarimizni er jamoatlaridan o'tgan barchalarni ruhonlarga bag'ishladik. Allohim barchalarni yotgan yerlarni g'aribi jannatdan qilgin, qabrlarini nurlarga to'ldirgin va qabrlarini keng qilgin. Qur'on nurlarini yoritgin. Bolalarimizni Allohim o'zing hayzi himoyangda, panohingda asragin. Farzandlarimizni, nabiralarimizni umriga, rizqiga, ilmiga, odobiga, tanjoniga xayr va barokatinglaringni bergin. Allohim farzandlarimizdan
biz kutgandan da ortig'i bilan yaxshilik tomonini bergin. Yo Robbim bachalarimizga tan sihatlik, sog'lik, xotirjamlikni bergin. Xonadonlarimizga qut baraka, xayr barakatlaringni yog'dirgin. Farzandi nabira averalarni baxtli kamoldan ko'zimizni quvnatib 90-100 yoshdan oshib choli kampir bo'lib yurishlarimizni nasib eylagin. Allohim ana shu yerda amin deb duoga qo'l ochib o'tirganlarni barchalarini ko'ngillarida nimaiki yaxshi niyatlari bo'lsa Allohim niyatlariga erishtirgin. Ko'zlarimizni quvlantirgin. Allohim yana to omonatingga topshirishgacha yana bunacha o'tirsadan ko'pini ko'raylik. Oxiratda omonatingga topshirishdan oldin kalimamizni o'girib oxirgi so'zimiz La ilaha illalloh Muhammadan Rasululloh ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb seni huzuringga yorug' yuz bilan kirib borishni, bu dunyoda seni husn jamolingni ko'rishni, payg'ambarimiz Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga qo'shnichilik qilishni nasib eylagin. Robbana innana amanna faghfir lana zunubana va qina azabana va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va alihi va sahbihi ajmain bi rahmatika ya Allah. Atır günün atringini soch, mayli tikan xoring bo'lay, ko'stigmasin bo'yingga deb, qilovchi zoring bo'lay, mayli bo'lay ko'zmuncharing, bo'yningda tumoring bo'lay. Merak etme ketsang agar, yo'lingda sardoring bo'lay. Boring bo'lay, yo'g'ing bo'lay, yoningdagi yoring bo'lay. Boring bo'lay, yo'g'ing bo'lay, yoningdagi yoring bo'lay. Yig'lamagil, yig'latmagil, dunyoda yolg'iz o'tmagil. Sevdim diye kuylay yonib, hargiz meni bo'zlatmagil. Hardam yoningda o'ltiray, ket deb sira ham aytmagil. Yuzlar qiziq, ko'zlar yonib, aytgan so'zingdan qaytmagil. Bog'la bo'yningga qo'llarim, mayliga zunnoring bo'lay. Boring bo'lay, yo'g'ing bo'lay, yoningdagi yoring bo'lay. Boring bo'lay, yo'g'ing bo'lay, yoningdagi yoring bo'lay. Maylini el aktarsınlar, sendek güzel dünyada yok. Hoşlar kalem, gözler süzü, lebler asal dünyada yok. Sensiz cihanın özü yok. Şiir-i gazel dünyada yok. Kelgil dava bir derdige şimdi kesel dünyada yok. Dünya getin hüsnün üçün, yalnız hardaring bo'lay. Boring bo'lay, yo'g'ing bo'lay, yoningda
yoringdagi yoring bo'lay. Yoring bo'lay, yoring bo'lay, yoringdagi yoring bo'lay. Sochingda qasding bormidi? Jonon kesibsan ostidan. Tuproqqa ketdi to'lg'aning, gaddor qaychining dastidan. Yerlerce tekislab Ruyman yüründü üstüden. Nazik gelin oldu cüda, kırktaki dostudan. Yerlerce tekislab bunu Ruyman yüründü üstüden. Nazik belin bo'ldi juda 40ta. Shu bizda yiqib nafina mana jo'ralarimizga katta rahmat deyman. Birinchi o'rinda xayringa. Xayriddin berdi, avval bor. Xursand bo'lib yordam etganda uncha to'g'ri kelmaydi. Hammasiga rahmat tilayman. Hurmat qilib, joylanmay mana joyingiz zo'r ekan. Tasavvur eshitdingizmi? Bormaydi uncha dunyo hammamiz mana ko'nglimiz yaxshilikka keldik. Xudo xolasa mana hammamiz nasib bo'lsa olishga kirdik. Xudo xolasa kuzga kirganda ham nasib bo'lsin, salomat bo'lsin, avvalari yo'llar. Bilishimcha hammada navbat bor. Mana hajga borib kelganlar bor, umraga borib kelganlar bor. Bormaganlarimizga bizga nasib qilsin, biz ham boraylik. Nima deymiz? Kelgan sinfdoshlarimizga salom aytasizlar. Hammani ko'rinishidan ko'rib turibmanki, hamma baxtli, yaxshi. Tushkunlikka tushgan qizlarni ham, bolalarni ham ko'rmayapman. Demak, hayotimiz yaxshi. Ozgina kamchilikka bari e'tibor bermaymiz, hamma bo'ladi-ku. Lekin bu yoqda harakatimiz bor ekan, hammamiz sog' salomat yuribmiz. Bir xil bachchalar shunday yaxshi nima bo'lib ketgan, tanimay ham qoldim. To'g'risini aytsam, yaxshilikdan-da u. Hammalariga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelmaganlarni salom aytinglar. Men bir xizmat qilmadim lekin. Bunday ko'zingiz ko'ryaptilar, bayram. Qolmaganlar uyalmasdan ko'rib, ko'rishib, qilishib maqboray. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Umarjon rahmat sizga. Uzoqdan kelganingizga. Rahmat hammaga. Qani endi olamiz. Muzika bilan yutqirib. Oldingi hammalaringizni ko'rganimdan yana bir bor aytaman, xursandman. Bu g'animat dunyoda borlaringizga shukur. Doimo mana shu xushchaqchaq o'ynab kulib yuringlar. Bu o'tirishlarimiz masalan juda ko'p maslahat bilan bo'lgan narsa bo'ldi. Mana eshitishimcha o'zimga ham ancha telefon bo'ldi. Endi sababi qayerga o'tiramiz, qayerga boramiz. Endi restoran ham ko'p, to'g'ri. Restoranga ham borsak bo'ladi, arziydi. Buxoroga borsak ham arziydi.
Lekin bu yerda o'shanga borib kim uchun o'tiramiz degan savol bo'ladi-da. Bu yerda faqat bir-birimizni ko'rishimiz uchun shuncha joyga borishimiz kerak. Xudoyam yaqinni ko'zi agar degandek, yigitlar shu yerda ma'qul topgan ekanlar, menga любой restoran, o'sha Yevropa restoranini olib kelsangiz ham almashmayman. Shu odat holat. Batafsil sizlarni borliklaringiz bu hamma narsadan ziyod. Xush ko'rib turganimizdan xursandman. Boyagidek aytdim, doim sog' bo'linglar, sog'liqlaringizni eshitib xursand bo'laylik. Mana shunaqa o'tirishlarda qatnashib turinglar, buni ko'rib xursand bo'laylik. Nima deydi, naviralar ko'ringlar, endi biza menimcha shu naviralarga endi bu yoqqa urg'u bersak kerak. Naviralarimiz bor, ularni kamolini ko'ringlar, aviralar ko'ringlar, xursand bo'lib yuringlar doim. Uni eshitib biz xursand bo'lamiz. To'ylar bo'lsin, yana to'ylaringizda, xonadonlaringizda tinchlik bo'lsin, omonlik bo'lsin. Buni eshitib biz xursand bo'laylik. Imkoniyat bo'lsa agar o'shanda sizlar bilan nima deydi, shu narsaga guvoh bo'laylikda, imkoniyati bo'lsa guvoh bo'laylik. Aksiyada to'ylaringizga borib, borolmasak ham uzoqlar bo'lsa ham tabriklar nima deydi, xursandchilik bo'lsin, xursand bo'laylik. Shu borlaringizga shukur, yigitlar bu she'rni Shopirni turishini qaranglar-da. Ikkita prefektura shopirning ichida bitta doktor bizlarni mashinaga keldi. ikkita professional shopir bo'lib keladi. She'r yozgandim, o'zim yozaman, biroq she'rni ojiz bo'lsa o'zim qalamim, yot qalamga yo'qdir alamim degan she'r. Boshqani. O'tibdi shuncha yillar, jo'rajonlar bormisiz? Bobo bu bo'lishib, o'g'il qiz omonmisiz? Hayotning qahramoni tarqaldik har tomonga, bahona bisyor bo'ldi, vaqt topolmay salomga. İş diye yurtmiz, chopib kelib inqillab, to'ylarda bo'lolmadik, imkon qilmay ming'illab. Bu olamda do'stlarim, odamzod mehmon ekan, erta kechmi bir kuni yo'qotishlar bor ekan. Sizdan uzr so'rayman, to'ylarda bo'lolmadim, do'stimni to'yiga deb to'yona qilolmadim. Hayda bo'lmang, bor bo'ling, to'ylar qiling, sog' bo'ling, Alloh umringizni bersin, dunyo turguncha turing. Eslasangizlar, o'g'il olsin. Hammalarni rahmatiga yo'yamiz. Endi nima deymiz? Hammamiz ham boradigan joyimiz bitta. Nima deymiz? Allohni nimasi? Umrlaringiz uzoq bo'lsin. O'tganlarimizni yotgan joylari jannatda bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli sinfdoshlar, aziz dugonalar, mehribonlar, qadrdonlar. Xush kelibsizlar mana bugungi davramizga. Doimo shunday topchilik bo'lsin, tinchlik bo'lsin, o'rtamizda muhabbat, mehr-muhabbatni arimasin. Doimo shunday sizga qilib turaylik. Allohim hammamizni, farzandlarimizni, o'g'il-qizlarimizni hammasini Allohim asrasin. Menki niyat qilganimizga mana shu niyatlarimizga erishtirsin ilohim. Faqatgina yaxshi kunlar desin. Uylarimizda, murabbarimizda to'ylar desin. Doimo yaxshi kunlarda uchrashaylik, to'ylarda uchrashaylik doimo. Qayerda desam Allohim panoh qilasiz. Safimiz nima siyraklashgan?
Shu sababdan 3ta sinfni bitta qilib o'tamiz bugun darsda. Qochib ketishlar yo'q deydi. Bo'lmasa bitta anaqsizda sizdan so'zlarni eshitsakda bilaklarni yana davramizni davom ettirsak. Assalomu alaykum, hurmatli sinfdoshlar, keldilar. Kelishimiz hammalarni ko'p xursand bo'ldim. Hammalaringiz sog' salomat bo'linglar. Endi odam qancha yoshda o'lsa, o'sha eski do'stlarni qo'msab qoladi ularga. Shunday o'sha yoshligimda eslab xursand bo'ldim, mana shu xursandchilik bardavom bo'lsin. Ularga Alloh doim sizlarni panohida asrasin. Yomon so'zlardan, yomon niyatli kishilardan asrasin. Doim ishlaringizga ro'y baraka bersin. Va shunaqa o'tirishlarimiz ko'p bo'lsin. Mehr ilkizlar yine qancha uchrashib tursak, doim o'sha 40 yil ko'rmagan do'stlarimiz ko'rdim, mana shu. Allohga bersin. Doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Ularni qo'yib ketdik. 20 yoshgacha Alloh bergan yuzi bo'lar ekan. 20 yoshgacha kelgan bu nima o'zini yuzi bo'ladi. 40 yoshda 40 yoshda Alloh bergan yuzi. 60 yoshda o'zi yaratgan. Mana qarab o'tiraman. Sizlarga shunday bir odam ko'rib qo'yaylik. Sizlarda o'sha bolalikdagi beruh bor. Nima? Bolalikdagi. Gunohlar qizdagi. O'sha so'zlarni davom ettirsakda darsga sal kechikib keladigan gapni boshlaymiz. Erkinjon endi bir oz so'z gapirsin. Sanamdoshlar, bardash bo'yicha Ozarbayjonda 3 ta sanam yig'ilganda. Avvalo assalomu alaykum hammalaringizga. Hammani oilasi, bola chaqa, daryolar sog' salomatmi, yaxshi yuribsizlarmi? Ko'rganimdan xursandman. Safimizda kamayganlar bor, Alloh rahmat qilsin hammasini. O'rniga keyingi safar qari pardalaridan chaqirish kerak agar senga rahmat. Mana shu har safar ham joyga yig'ilib hammani topib iloji bo'lsa hozir hammasini telefon raqamini olib qolib guruh qilib telegram qilib doimiy aloqada bo'lib yana bitta bugun gaplashmaganlar bo'lsa ularni ham topib keyingi safarga juda nur ustiga nur bo'ladi. Men xursandman sizlarni ko'rib turganimdan. Yo'l bir qadam ozgina kechib berdim, uzr so'rayman. Uni avval 12ga eshitib asosiysi sizlar bilan diydor ko'rishim. Ko'rganimdan xursandman hammalaringizga, oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Bola chaqalaringizni, nayralarni boshiga sog' bo'linglar, uzoq umr ko'ringlar. To'y hashamlarda Alloh nasib qilsin hammamizni yana birgalikda qilmoqchi. Sinfdoshlar
Paloncha to'ylarda ko'p bo'lardi-da, yoshlik paytimizda qarardik. Bir to'y qilgan insonni oilasida o'sha davrasida sinfdoshlari nomidan deb tabriklab bo'lardi, havas qilardik. Xudo bizlarga ham shukrlarga yetkazsin. Mana asta-sekin topishdik. Bundan bir necha yil oldin bir marta bo'lganida ko'ngildagidek yo'q, 4 yil. U birinchisi. 20 yil. Endi u paytda yoshligim bor edi. Xotirimdan o'ylayman, hamma pensiya biz qatorlar endi pensiyada qoldi. Hammasi bunaqasalik bo'lib, endi mehr oqibatda yana bundan ham yaxshiroq qilib, bir-biri bilan diydor ko'rishib, xabardor bo'lib, to'y hashamlarda, mana shunaqa davralarda Alloh hammamizni nasib eylesin. Xursandman hammalarini ko'rganimdan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Katta rahmat deyman-da. Agar shu sa'gina bir harakat qilinmasalar, tezlashtirib mana shu nima deydi, majbur qilganday bo'ldi-da o'zi. Rostdan ham doim shuni aytadi. Bu erkin bo'ya aytgan o'tirishlari u birinchisi va oxirgisi bo'lsa kerak sinfdoshlarim deb o'ylagan. Lekin undan keyin davom etdi. Xudoga shukr. Avval rahmat sizga xayridan. Akbar hammalariga rahmat. Imom tashkilotchilarga. Endi sinfdoshlar, bugun hammaning ko'nglida nimadir gap bor. Shu yerga bu yerga kelishdan maqsad birinchidan sizlar bu yerga kelib, mana bu dasturxon boshiga o'tirib bir piyola choy ichib ketaylik kelgani yo'q hech kim. Mana sizlarga ham, sizlarda nomlaringizga ko'ngillardan bu yerga kelish mana shu sinfdoshlarni ko'rish, bir odam qancha nima bo'lsa, yoshimiz ulg'aygan sari arqa oldinga o'ylab va mehr degan narsa ko'proq nima jo'shib bo'laveradi kundan kunga. Mehr kimga? Bola-chaqaga, oilaga 1, 2, 3, 4, 5 deb ketaveramizda buni. Sandosgacha qilib o'tirmaymiz. Hamma 5 yil, ikkinchi yo'q. Diktorlar tekshirilsa hammaga 5 yil. Faqat izohlab beringlar bo'ldi. So'zga Akbar Soat strategiyasi bo'yicha siz tomonidan boshlanib, sizlar gapirib aylanib keladi. Nima sen aytgandan keyin hammamiz Xudoga shukr mana keyinlar mas'ullarni kimyoni uzunini aytganmiz. Nima deymiz buni qarshi? Hammasi sog' salomat bir yilda yaxshi qolsizlarmi, bola-chaqalaringiz yaxshimi? Yurishga bular tashkillashtirgan ekan. Mana bir-birimizni ko'rib turibmiz. Shunaqa yoshlarga mana ko'pga yetkazsin. Doim dasturxonlarimiz doim shunday ochiq bo'lsin. Xudo sizdan xayrlansin. Nasib qilsa Xudo xolasa 70 yillikka ham 80 yillikka shunday bitiraylik, ko'payishlik. Tashkil qilganlarga katta rahmat. Hammalari sog' bo'linglar. Nima niyat qilgansiz, hammangiz niyatingizga yetsin. rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hammalarga Allohning rahmati va barakati, yaxshiliklari, xotirjamligi, osoyishtaligi. Mana shu kunlaringizda Allohga behisob beadad shukronalar. Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga bu salomlar va salomlar bersin. Allohning kimga bersin, kimga taqoda hammalarga bersin.
Mana shu kunlarga yetgan Allohga hisobga shukrlar qilsin. Mana shu kunlarni tashkil qilishga qo'shilgan o'zingizdan Alloh rozi bo'lsin hammasiga. Bu o'tirishlarni bundan keyin davom ettirishlarni o'zimiz kerak, to'xtatib qo'ymasligimiz kerak. O'zi Alloh qisqagina umr bergan, uni xayrda, barakatli o'tkazish kerak. Mana shuncha vaqt o'tib ketdi. Mana yaxshi kunlar bo'lganidan keyin ham farzandlarimizdan uylari bo'lmi, yaxshi kunlar bo'lmi, qonunlashib, shafqat o'tirishni, didorlashishni davom nasib etsin. Hammalaringizga sog'lik, kuch-quvvat, oilalarga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Hamisha sog' bo'linglar. Shuni tashkil qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Doim sog' bo'linglar. Bunaqa o'tirishlarimiz ko'p bo'lsin. Hammamizni umrimiz uzun, rizqimiz butun, tani jonimiz sog' bo'lsin. Hamma xonadoniga tinch bo'lsin, sog' bo'lsin. Bunaqa o'tirishlarimiz ko'p bo'lsin. Hammamiz o'tirgan o'rnimiz yo'qolmasin. Doim tinchlik, sog'lik bo'lsin. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli sinfdoshlar. Mana bu o'tirishimizdan maqsad hammalaringizni ko'rtirganimdan xursandman. Hamma vaqt ana shunday yaxshi kunlaringizda uchrashaylik. Farzandlaringiz boshiga sog' bo'linglar. Assalomu alaykum hammalaringizga. Sog' bo'linglar, bola-chaqalarning boshiga salomat bo'linglar. Hamisha shunday uchrashib, didorlashib turaylik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, mehribonlarim. Doim sizlarni shunday ko'rganimdan xursandman. Mana shu avvalambor davran tashkil qilgan sinfdoshimiz Akmal, Avaz va Xayruddinga katta rahmat. Doim mana shunday yaxshi kunlar bo'lsin. Xonadonlarimizda hamisha o'yin kulgi bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin doimo. Kim nima orzu niyat qilgan bo'lsa, ilohim orzu niyatlaringizga yetib yuringlar. Mana yaxshi qildingizlar. Shu qachondan beri bir-birimizni ko'rganimiz yo'q. Masalan, bitta shaharda zarafshonimizda nima bilan yashasak ham, Umar bilan yashasak ham, Saidibda bilan yashasak ham, bir-birimiz Zavqidi bilan yashasak ham bir-birimizni ko'rmaymiz. Doimo yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, xonadonimizda doimo yaxshi kunlar bo'lsin. Hammalaringiz topganlaringiz yaxshi kunlarga kelib bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmaylar. Farzandlaringiz, navralaringiz doimo sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Shunday yaxshi kunlarda, yaxshi kunlardan shunday didor qilib turganimizdan doimo sog' bo'linglar, salomat Do'stlar, sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Mana shu yoshda sochlarimizga oq qoragan, 60 ni qarshilagan paytimizda ana shunday o'tirish bizlar uchun baxt. Sizlarni ko'rib o'tirish ham men uchun baxt. Hammalaring doimo sog' salomat bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar. Hammalaringizni uylaringizda yaxshi kunlar bo'lsin. Biz ham mana shu yaxshi kunlarda sizlar bilan birga bo'laylik. Nevaralarimizni katta qilishda, ularni tarbiyalashda ana shunday bizga Allohim kuch-quvvat bersin. Hammalaring sog' salomat bo'linglar. Sizlarga bitta she'rim bor, bir ozroq. Ana konkurentlar chiqdilar. O'zbekiston pul ishlayman Qilar edik darslarni birga. Kutar edik tanaffuslarni. Sog'indim-ku aziz do'stlarim. Omonmisiz barchalaringiz. Rahmat hammalaringizga. Assalomu alaykum, hurmatli sinfdoshlar. Xush kelibsizlar. Tashkil qilganlar uchun ming rahmat. Bu o'tirishlarimizni hamisha yana shunday o'tirish nasib aylasin. Yurtimiz tinch bo'lsin, o'tganlarimiz, sinfdoshlarimizni arvohlari shod bo'lsin, yotgan joylari jannatda bo'lsin. Xush kelibsizlar.
Sababi hamma 60 yoshda 60 yoshga kirdi endi 66-yil o'yinaga 60 yosh bo'ladi. Shuning uchun bizlar tashkilotda 60 yoshlik devam qilamiz. 60 yosh yubileyda. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, hammalarimizda 65 yoshda 65 yoshingizda yana to'yda bo'lishni nasib etsin. 65 yoshda. Hammalarimizga rahmat kelasiz, hurmat qilib kelasiz, rahmat. Qancha o'tirishni ko'proq qilaylik. Bu dunyo hamma mehmon, ertadan hech kim bilmaydi. Shuning uchun nasib bo'lsa 65 yoshda yana bir tashrif qilib o'tiraylik. O'tiraylik. Hammalarni xonadonlarimizga, oilalarimiga tinchlik, sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat. Assalomu alaykum do'stlar. Hammalarimizga mingta rahmat ana shu ishlar tashkil qilganlar uchun doim umrlarimiz uzoq bo'lsin. Topganlar yoshlarimiz, farzandlarimiz, navaralarimiz baxtiyor, sog'lom bo'linglar. Nimaiki yaxshi niyat qilsa, hammalarimiz shu niyatlarimizga yetinglar. Doim o'yingiz bo'lsa, bu o'tirishlarimiz bardavom bo'lsin. Topganimiz yaxshi kunlar, navaralarimiz to'yga, avralar nasib bo'lsa, demak bo'lib qolar. Ularning to'ylariga Xudo hammamizni yetkazsin, birga o'tirib, o'ylangancha xizmat qilaylik. Rahmat. Tashkilotchilarga mingta rahmat. Mana shunaqa o'tishlarimiz ko'proq bo'lsin. Hammani uyida to'y bo'lsin, yaxshi kun bo'lsin, navralarimiz ko'paysin. 70ga, 80ga, 90ga, 100larga kirib pensiyalarni olib, xursand bo'lib yuringlar hammalaringiz. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Uzoq umr ko'ringlar. Nimaki niyatlaringiz bo'lsa, Xudo taolo niyatlaringizga yetkazsin. Qo'llarni huzurni ko'ringlar. O'tishlarimiz ko'p bo'lsin. Sog' bo'linglar hammalaringiz. Assalomu alaykum hurmatli sinfdoshlar, qizlarimiz, yigitlar. Bu o'tirishni tashkil qilganlarga rahmat. Xayriya, inomlar, Ahmad, hammalaringizga rahmat. O'tirishni tashkil qilganlar uchun Didor G'animat. Ana mana shunday shukrlar bitiraman deb maqtanim yo'q, mana bu xonadan telefon keldik. Hammamiz navara, avara, chevaralarni to'yini ko'rish nasib qilsin hammamizga. Ana buni havas etganlarga o'xshab 65 yoshligida ham birga shunday bundan ham ko'payishib kutib olaylik. Bundan ham katta davrada o'tiraylik hammamiz. Hammalarimizni xonadonimizda yaxshi to'ylar bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum sinfdoshlar, do'stlar. Mana bugungi yaxshi kunlarni tabriklayman hammalaringizni. Doim sog' bo'linglar. Buni qarasam, bayram hamma pensiya. Nasib bo'lsa 5-yilda bizga pensiya, 12-yilda pensiyani nishonlaymiz. Hammalarimizga xabar shu. Bizni o'yiga nasib bo'lsa, halisa 60 yil nishonlaymiz. Hammalarimizga xabar shu. Sog' bo'linglar, baraka hammamiz tashkilot qilaylikmi? Xudoimiz sabr. Rabbi she'rimiz. She'rni berishga joyimiz qanday yaxshi davr kelyapti. Hammamiz barachamiz o'shiga navbatimizni sog'laymiz. Mana doktor boshlarida hammasiga shukur deb, mana davraga eshityapti, sharafim shukur. Qani shukur? Sharaf shukur yo'q.
Söz verirlerse rahmat. Hamıdan hürmet qilamiz. Sağ olasın, selamat olasın. Ekber yaman ile söylemesin. Rahman bize sokla koyup duramaz. Rahman bize imtizam. Vallahi şimdi kadar selamat. Bırak bunu bitti çırağı Ko'p kishi gapirdi, kim kimdan so'rasam, mani ko'zim xirra desam, ko'zim ochiqlayapti, tonimayapti, bir kim desam, ko'zi ochiqlayap yonimda turgan. Shu uchun bilan o'tirishdi, baytarabdan yana bir taklif bor, bir sinfdoshlar gruppasi qilib ochib qo'ysa, hamma xabardor bo'ladi, hamma narsa. To'y ma'lumot. Assalomu alaykum hurmatli sinfdoshlar. Maktabni mana tugatganimizga 43 yil bo'libdi. Mana shu o'tirishlarimiz hamisha bardavom bo'lsin. Sinfdoshlar, do'stlar, doim mana shunday uchrashib turaylik. Farzandlarimiz, nabirlarimiz sog' salomat bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin. Hamisha shunday yaxshi kunlarda o'tirishlarda ko'rishib, ilohlashib yuraylik. Salomat bo'linglar. Tashkilotchilarga rahmat. Baraka avvalambor Sadr Akmal beramyan. Ana shu o'tirish tashkillashtirgan kunlarda hammalariga rahmat. Ana kerak to'ylar qilganimizdan shu sababchi o'zi. Birinchi fikr Akmallardan Sadrdan. Rahmat do'stim. Aloyda rahmat Akmal. Ana yaxshi o'tirishlarni sal ko'paytirib, endi 15 yosh emasmi? 11 yoshda bo'ladi. 62 yoshda bo'ladi. Shöyle böyle ana shu o'tiraylik. Sinfdoshlar. Mana to'g'risi, hamma o'zgarganlar, o'zgarib qo'yaylik. Sınıftan taşları yapılmasın. Ko'proq o'tirayotgan. Ana hammalarga katta rahmat. Farzandlarni nabirlarimiz yomon hisob bo'laylik. Doim hammamiz yaxshi kun o'tiraylik. Yomon bo'lmaydi. Katta rahmat ularga. Alloh. Telefondan yaşamasın. Telefondan koyma. Assalomu alaykum sinfdoshlar. Mana sayt oraqaga qo'yib, mana tashrif qilyapmiz. Hamma kishi hammalarni beradi, Mavlolarimiz sog' salomat beradi. Topgan kunni yaxshi kunni o'ttiraylik mayli. Assalomu alaykum. Buna o'tirishlar hamisha bardavom bo'lsin. Ramazon oramizda domla mikrofon bering. Do'stlarimiz bilan oxiratlari Bunaqa o'tirishlar hamisha bardavom bo'lsin. Alloh yaxshi qilib, dinor aymas shukr. Alloh yaxshi Assalomu alaykum. Mana bu maktabdan bo'lib Allah Taala hammalarni yaxshi ko'rsin. Faqat aytgan kundan so'raydi. Atrofga ko'rsatib bo'lamayapti. Hammalari farzandlarni, nabiralarini baxtga kamolini ko'ringlar. Xudoim bilsa yaxshi kunni uchrashib bo'lmayapti. Rahmat. Yo, turing.
Başartmaya yaptığımız koşullarımız Almanya, Jobandisi, baş dostluğumuz abadiyisi, ötken sözlerimiz Ufrar şolmusu. Nima deydi? Almanya deysin, bunaqa o'tishdan ko'proq bilaversa, bola-chaqa, nevaralarimizning ko'rib, nasib bo'lsa, shu 100 yoshda ham shu yerda o'tirib, bir-birimizni tabrik ko'taramiz. So'z berganlarga hammalariga rahmat. Assalomu alaykum. Davranın tashkil qilgan insonlar mingdan Yeni döndürüşler ham ko'p ketib ketmasin, yaqinroq bo'lsin. Ammo ko'payishadi, kamayishadi. Ko'p uy bo'lish hamon ham Miyaslar bo'lsin, navarlar bo'lsin, ko'rish hammasiga nasib bo'ladi. Rahmat, ishga rahmat. Huzurni ko'ringlar. Kasallikmang, o'tganlarni Alloh rahmatiga qo'yaman. Doimo bilan o'yin kulgi bilan o'tirish hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum, avvalambor sinfdoshlar. Hammalarga rahmatlarni taqdirlash deganimiz uchun ana bu beramiz xayri. Akmal shular hammasiga rahmat. Hamisha o'tirib turib, oldingiz hamisha abadiy bo'lsin. Hammamiz topgan tashkil etdik. Rahmat. 100 yoshlik bilan uchalib, buni qilib Rahmat. Rahmat, sog' Hayır endi aziz maktabim, hayır endi sinfdoshlarim, ilmi ma'rifatni menga o'rgatgan, hayır endi jon ustozlarim, qanot berding maktabim menga, yuksaklarga parvoz etsin deb, ilm berding menga maktabim, vataniga sodiq bo'lsin deb, bag'ringda men o'zim ulg'aydim, kuchga to'ldim, ilmni bo'ldim. Endi menga o'q o'rtilagin, yuksaklarga noming ko'targin, eshigingdan chopqillab kirgan, ulg'ayibdi jaji bolalar. Eshigingdan chopqillab kirgan, ulg'ayibdi jaji bolalar. Bugun senga ta'zim aylab, katta hayot sari yo'l olar. Hayır endi go'zal maktabim, toshib oqqan mehr daryosi. Hayır endi jon ustozlarim, ilmi ma'rifatni so'lmas dunyosi. E'tiborlar sunaman. Navoiyda o'rta maktab tarbiya. Birinchi A, B, birinchi A, B sinfda o'qiydi.